Etobda Zayniddin ota to'yxonasining ro'parasida natijniy patologiya sex borligini bilardinglar. Agar bilmasangiz videoni oxirigacha ko'ring, hozir bila olasiz. Aka, bu natijniy patologiya sifati qanday? Osilib qolmaydimi ertaga xonadonga borib qo'ygandan keyin? Biz bu narsaga sifatiga 15 yil garantiya beramiz. 15 yil garantiya berasizlar. Ha, shunaqa. Bu narsani 15 yildan beri misol O'zbekiston bo'yicha ishlatishyapti. Bu narsaga biz 15 yil garantiya bergan sababi chunki kraskamiz toza, hech qanaqa hidi yo'q. Material Xitoydan kirib keladi, toza misol. Bu narsaga biz olib o'rnatgandan keyin ba'zilar osilib ko'rsa qanday odam ko'taradimi degan savol berishadi. Haqiqatan shu odamni ko'taraman. Shu narsani bitta ko'rsatib beramiz. Qani? Ko'taradimi, ko'tarmaydi. Mana jigarlar natijniy patologiya sifatini ko'rsataman sizlarga. Qani ketdik. Aka, mana bemalol sakravering ustiga. Mana. Nimni ottiq zo'rini sizga men topib berolmayman, to'g'risi. Haqiqiy natijniy patologiya kerak bo'lsa, akamizga murojaat qilaverasizlar, pastga raqam qoldiraman. Kelaverasizlar jigarlar. Sifat qarang. Shu bo'ldi aka. O'zim uyimga olyapman deyman-da. Bunaqa sifatni menga ko'rmaganman. Ko'zim bilan ko'rdim. Faqat telefonda ko'rardim. Mana andijonliklar sakratardi. Gap yo'q lekin haqiqatdan ko'zim bilan ko'rdim, sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Tavsiya beraman sizlarga. Va eng qizig'i, agar uyingizga borib o'rnatilgan kundan boshlab, agar osilib qolsa, yo bo'lmasa qanaqadir rangi o'zgarib, yorilib ketsa, akamiz aytibdilar, 10 yildan 15 yilgacha garantiya beraman deyaptilar. Lekin hech kim bunaqa garantiya bermaydi. Akamiz lekin birinchi bo'lagan, optim ekan. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Va undan tashqari fotoboya ham mavjud ekan. Razmerini qizig'i yo'q. Xohlagan razmeringizga qilib berishadi. Ustakalarimiz diqqatiga, natijniy patologiya uchun barcha mahsulotlarimiz mavjud. Bemalol telefon qilib, kelsanglar bo'ladi. 100% ishonchli.